ko'zing yo'laymay o'rgil iplas. Senga nega qishloqdan qiz yo'qmidi? Shahardan olishing shartmidi? Shaharga issiqda kelguncha yarmim erib tushdi-ku. Bo'pti, kelishga kelib oldim. Qoziqbosh, yoniga nima deb kiraman? Shuni o'yladingmi? Ona, qishloqda unaqa qiz yo'qdi. Bir gapirtirib ko'ring. Shunaqa iboli xayoli kam gapgina qiz. Bo'pti, o'zim bilaman. Qizim Shahzoda sizmi? Ha, xolajon, keling, nimalar kerak edi? Ana o'g'lim o'qishi. Demak, o'g'lingizni o'qishi uchun bizda gadjetlar olmoqchisiz. Albatta, sizni aynan o'g'lingiz uchun yangi o'quv yili boshlanish munosabati bilan Imkon savdo markazimizda smartfon, planshet, printer, noutbuklarga katta 30% dek chegirmamiz bor yoki bo'lmasa zo'r bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Aksiyamiz 14-sentyabrgacha davom etadi. Aksiya doirasida siz atigi birgina pasportingiz evaziga boshlang'ich hech qanday to'lovlarsiz bemalol mahsulotlarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Yo'q, o'g'lim Telefon, albatta o'g'lingizga mana shunday zo'r telefonlarimiz kerak bo'ladi. Qo'limda turgan A56 telefonimiz 30% chegirmaga xarid qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam zo'r bonus evaziga 923 ming bonus olishingiz mumkin xolajon. Xo'sh, olasizmi? yo'q qizim, olmayman. Ammo siz shuncha gapirtirib nima qilasiz odam ovora qilib? Satqiy odam ketdik. Gapirmayman, olmayman, gapirman, shuncha gapir ovora bo'lma demaysizmi? Men ham odamman, men ham ishlayman, men ham energiya ketadi shuncha. Sizga o'xshagan 10 tas kirsa, 10 tasiga shuncha gapirsam hech qaysi olmasa, qayerdan men foyda qilaman? Eshalasizmi o'zi? Men bu yerga kelgandan keyin odam salbiy qiladi, qaddalash kerak. Jiming. Endi men gapiraman, siz eshlash, tushundingizmi? Olmasangiz men bu yerga kelib meni gapirtirib qo'ymang. Olmasangiz boshqa kirmang, tushundingizmi? Umuman kirmang, sizga o'xshagan odamlar boshqa kerak emas, tushundingizmi? Odamlarga ham qayrilsam, olmasa ham o'ra qiladi odamni. Tavba qildim. Alo. Ha, Qoziqbosh aka. Yoningga onam kiryaptilar, ko'k ko'ylaydi. Yaxshilab muomala qilgin, tushundingmi? Onamlar davom. Oyjon. Haye. Ya onalarni yebsin, yengil kavaler yoki bu? Ya olmayman, ey.